Jamiyatimizda xotin-qizlarning o'rni tobora yuksalib boryapti. Ayniqsa, iqtidorli ijodkorlarning ta'lim, madaniyat, ma'rifat yo'nalishidagi muvaffaqiyatlari tahsinga loyiq. Navbatdagi lavhamizda shu mavzuda so'z yuritiladi. Nigora Hasanova musiqa va ta'lim yo'nalishida izchil izlanayotgan, o'z ijodini badiiyat bilan uyg'unlashtirayotgan yoshlardan. U Jizzax viloyati pedagoglarni yangi metodikalarga o'rgatish milliy markazi musiqa madaniyati fani metodistidir. She'riyat, san'at joni dili. Toshkent shahar Olmazor tumanidagi Cho'lpon kutubxonasida Bobur ijodida musiqa va badiiy san'atlar mavzusida ma'rifiy kecha bo'lib o'tdi. Unda yosh kitobxonlar, yosh tadqiqotchi, umidli ijodkor Nigora Hasanova bilan uchrashdilar. Tadbirda kitobxonlik, Boburning tarix, musiqa va ijtimoiy fanlar rivojiga qo'shgan hissasi xususida so'z yuritildi. Unda Nargiza Hasanova mutolaa zavqi borasidagi fikrlarini yoshlar bilan o'rtoqlashdi. Kitob tafakkur ziyosi, inson ma'naviy olamining ko'zgusi. Bo'sh vaqt bo'ldi deguncha kutubxonaga yuguraman. Chunki kitob mening eng yaqin do'stim, sirdoshim. Abdulla Oripov, Muhammad Yusuf, Erkin Vohidov kabi shoirlarning ijodini sevib mutolaa qilaman. Balki she'riyatga bo'lgan muhabbatim kuchliligidandir. Nasriy adabiyotni juda qadrlayman. Mumtoz va Nasr adabiyotini serqirra ijodkori bo'lgan Cho'lpon ijodini behad sevaman. Shu kuni kitobxonlar muallifning O'zbek milliy musiqasi tarixidan nomli to'plami bilan yaqindan tanishdi. Qolaversa yozgan ijod namunalaridan bahramand bo'lishdi. Ilmga oshno qalblar, ziyolilar yurti bu. Porloq istiqbol egasi, baxtli yoshlar yurti bu. Izlanganni e'zozlagan oliy himmat millat bu. Ezgu niyat qalbda boqiy, Tangri bergan ne'mat bu. Bugun xalqim shod xurram, nishonlar istiqlolin, nuroniylar duoda, ko'rib farzand kamolin. Tadbirda tumandagi maktabning musiqa o'qituvchilari, havaskor yoshlar ishtirok etdi. Metodistning ta'lim sifatini oshirishdagi o'rni, Bobur Mirzoning san'atimiz va milliy madaniyatimizga qo'shgan hissasi mavzusidagi ma'ruzalari tinglandi.